Dilnoza qizimni ham metallurgiyada ishlab, ham shoir bo'lganliklarini inobatga olib, Sirojiddinga topshiriq bo'ladi. Istisno tariqasida Zulfiya mukofotini bersak nima deysizlar? Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Bugungi kunda kombinatimizda 1145 nafar yoshlar mehnat qilmoqda. Og'ir sanoat bo'lishiga qaramasdan 123 nafarini men kabi yosh ayol qizlarimiz tashkil qiladi. Bundan tashqari 71 nafar yosh mutaxassislarimizni Italiyaning o'quv markazlariga malaka oshirishga jo'natdik va u yerda yangi texnikalarni boshqarishni o'rganib kelib, hozirda amaliyotda qo'llashmoqda. Majmuamizda issiq holda prokatlangan list o'ramlari ishlab chiqariladi. Bu list o'ramlari avtomobil sozlikda, vagon sozlikda va boshqa sohalarni yanada rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Bu yangi mahsulotimiz yangi korxonalar ochilishiga va yangi ish o'rinlari tashkil qilinishiga juda katta hissa qo'shadi. Hurmatli prezident, yoshligimdan Zulfiya xonim qizi bo'lishga harakat qilganman va she'rlar yozganman. Tashrifingizni eshitib juda ham ilhomlandim va bizga yaratib berayotgan imkoniyatlaringizdan ilhomlangan holda kichik bir she'r yozgandim. Minnatdorchilik sifatida agar ruxsat bersangiz shu she'rimni sizga o'qib bermoqchiman. Olov bilan tillashar qo'lim, temirga jon beramiz har kun, xizmatdamiz qad rostlayotgan har bir bino inshoot uchun. Yangilanib borar shaharlar, yangilanib borar bo'stonim, temirdayin mustahkam mag'rur gullayversin O'zbekistonim. Metallurglar olov farzandi, matonati kuchi orida, mening ham o'z hissam bor bugun shu vatanning poydevorida. Bugun mana shu Dilnoza qizimni ham metallurgiyada ishlab, ham shoir bo'lganliklarini inobatga olib, Sirojiddinga topshiriq bo'ladi. Istisno tariqasida Zulfiya mukofotini bersak nima deysizlar? Men mukofotga qo'l qo'yaman. Sirojiddin butun jamoalaring bilan Kattaxon va Dilnozaxon bilan birgalikda kelib, 1,5 mingtaga yoshlarning ichida 123 ta ayol qizlar ishlayapti deyapti. Bu juda katta jasorat desak to'g'ri bo'ladi. Mana shoirlarimiz o'tiribdi, sizlarga ham ilhom berib, Dilnoza qizim to'g'risida she'rlar yozsalaring, men sizlardan juda minnatdor bo'lardim. Men qo'l qo'ygan farmonni Abdullayev bilan birga topshirish marosimi o'tkazamiz. Bu boshqa qizlarimga ham namuna bo'ladi. Dilnoza qizim, sizni tabriklayman. Jasoratingiz uchun rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat.